Erkebon To'xtar. Demak, Erkebon To'xtar chaqirilyapti do'stlar. Toshkent, assalomu alaykum. Ajoyib. Ikkala sportchi ham alohida o'zining yonida qo'shiqchilar bilan chiqib kelyapti. To'xtar. Ha, Erkebon media persona. Buni men yashirmayman. Ha, u kuchli sportchi, lekin baribir media persona. Ammo sport tomonlari anchagina o'sdi Erkebon. Anchagina o'sdi. Uning, ya'ni Erkebonning MMA'dagi debyut jangini sharhlaganman. Undagi Erkebon boshqacha edi. Va hozir MMA'da ancha o'sdi. Boksni yaxshilash uchun, boksini yaxshilash, ya'ni tik oyoqda jang qilish, qo'l bilan jang qilish uchun u Amerikaga bordi. O'sha tayyorgarliklari jarayonida ham Bekzat Almaxon bilan birgalikda MMA'dagi boshqa bir qozog'istonlik sportchi, UFC sportchisi bilan birgalikda Amerikaga bordi, bokschilar bilan jang o'tkazdi. Ya'ni o'sha boksni yaxshilash uchun va o'sdi, lekin baribir mana shunday darajaga chiqdiki, u media bilan ham juda zo'r ishladi. Media shaxsga aylandi va shuning uchun ham uning jangiga qiziqish